Assalomu alaykum qadrli dehqonlarimiz. Bugun Samarqand viloyati Tayloq tumaniga tashrif buyurdik. Bu dala maydonimizga Gollandiya Inzazadin kompaniyasini Lajayn duragayi bilan Barbur duragayi ekilyapti. Hozir videomiz Barburga bag'ishlanadi. Hozir Barbur ko'chatlarni ko'chirish jarayonidan qisqacha video lavha qilishga qaror qildik. Bu pomidorimizni hosildorligi, afzallik tomonlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Hozir mana dalaga ko'chirish jarayoni ketyapti. Mana ko'chatlarimizni oddiy usulda qadab, mana shunday holatda bog'lab qo'ysa kifoya. Hozir dehqon bobomizga yuzlanamiz, batafsil ma'lumot berib o'tadi. Ketdik. Assalomu alaykum. Hozir pomidor ekish boshlanibdi. Xudo xolasa bu qanaqa tartibda ekilyapti, qaysi navdan? Bu bugun 17-aprel 2025-yil. Pomidorning Barbur navini ekyapmiz. Bu biriga 1,5 sxema. Hozir turgan joyimiz 1,5 metr. Mana bu ichkari tomoni 1 metr. Oralarini 30 santimetrdan qilib ekyapmiz. Bu plyonka tortilgan, plyonka ostida shlankchalar bor. Tomchilar sug'orish qilyapmiz. Oddiygina shu plyonkani tishib, pomidorni tiqib ketyapti joyiga. Oddiy usulda qilyapmiz. Hozir bu pushtasi 180 bo'lyaptimi? 1,5. 1,5 metr pushtasi. Yo'q, jo'ya u 1,5. Jo'ya. Bu pushtasi 1 metr. Pushta 1 metr bo'ladi. Va yurib, birdan vaqti kelganda dori sepiladi, pomidor teriladi, shuning uchun bu kengroq bo'ladi, 1,5 metr. Tamom masalan, aslida pushta joyi 1 metr bo'ladi. Bunaqa ekish uslubini afzalliklari nimada buni? Endi plyonka ostida ekkaningizdan keyin birinchidan suv tejaladi, ikkinchidan kam vaqtga tez sug'orib bo'linadi. 3 soatga bir sug'orish bo'ladi. Keyin hozirgi havoda yerni issiq qiladi. Pomidorda ko'chatni rivojlanishi tez bo'ladi. Havo masalan oqshom salqin bo'lganda bu rivojlanmay qoladi. Shu plyonka issiq berib turadi yerda. Shu tomoni ham bor. Hosildorligiga qanday ta'siri bor? Hosildorlik yozga havoning issiq kuniga namni yaxshi saqlaganligi uchun bu pomidor hosilga kirgandan keyin namni ko'p xohlaydi. Namni ko'p xohlagan sababli hosilga kirgandan keyin bu namni saqlab bera oladi. Shu pomidor katta g'ovlagan paytiga ham tagida plyоnkasi bor, tagida suv nam qochmaydi. Shu hisobidan hosildorlik baland bo'ladi. Oziqa berish mumkin. Xohlagancha oziqa berishingiz mumkin palakka qarab. Palakka qarab turib, yer kuchsiz bo'ladimi? Bunga nima element kerak? Fosfor kerakmi, kaliy kerakmi, azotli o'g'it kerakmi? Shunga qarab turib beraverasiz. Shlankchadan jo'nataverasiz. Shu tom afzalligi shu. O't chiqmaydi. Afzalligi shundan. Mana shunaqa hozir boshlagan. Bultur ham ekkanmiz shu metodda, lekin bultur hammasi sxema 1 metrli sxema bo'lgan. Yurishga qiyinligi uchun bu safar 1,5 metr qildik. Bu yil kamchiliklarini to'ldirganmiz-da. Kamchiliklarni to'g'rilayapmiz. Ya'ni kelajakda yana kamchilik qilib to'g'rilab boraveramiz. Dehqonchilik shu. Tajriba ketaveradi. Mana ko'chatlarimizni holati har 35 santimetrga bittadan ko'chat qadab ketilyapti. Dehqonlarimizga qisqacha video qildik. E'tiboringiz uchun rahmat.